sport shunaqa narsa ekan, insonga e'tibor qilinmaydigan oddiy narsa bo'lgani bilan e'tibor qiladigan orzu-havaslarimizga juda ham tez yetkazib boradigan yo'nalish. Sportchilik mamlakatda hech nima tez tanita olmaydi deydi-yu. Insonning o'zini ham sportchilik hech nima tez tanita olmaydi. Buni bosqichlari bizga o'sha tug'ma o'tib keladi-da, insonning organizmiga, genetikasiga. Hozirgi kunda juda xursand bo'ldim. Mana bu eshikdan kirishda mani bir ikkita shogirdlarim ham bor ekan deyapti. Basketbol o'ynashib turgan ekan. Men buni qaragin, Yevropadan kam joyimiz yo'q, mana bu atmosferani qarab. Men yoshlar telefonda o'tirmasa, sportni ko'rsam juda xursand bo'laman-da, chunki har bitta bu insonning rivojlangani ota-onasini 10-20 pog'onali rivojlanishi bir bosqichini mazasini beradi-da.